Chechagim qora qosh boy chechagim, yulduzlarda sochilgan noy chechagim. Assalomu alaykum hammaga. Ona, biz uddaladik. Birinchi o'rinda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga kattakon rahmat, bizga shunaqa sharoitlar yaratib berganligi uchun, sportga berilayotgan katta e'tibor uchun. Umumiy assotsiatsiyamizga ham kattakon rahmat, Hoji Akbar akaga katta rahmat, bosh kotib Ichki ishlar vazirimiz Aziz Abduhakimovich Tashpo'latovga kattakon rahmat. Raqibim Eronligida. Eronlikdan keyin bitta Qozog'istonlik bola qabul qildi. Undan keyin bitta Qirg'izistonlik bola bilan bo'y bo'lish kerak. 6-7 marta almashdida. Mana shu saperligimiz qan ketib qoldi. Qabul qildi. Unga ham katta rahmat. Chunki bo'yda bo'lishini adashmasam 2 kun yo 3 kun oldin bildi. Balki oldiroqdan bilganda yaxshiroq tayyorgarlik bilan chiqishi mumkin edi. Bitta narsani aytmoqchiman. Har safar jangga chiqib kelayotganimda Almatadagi muxlislar baqirib, yerga urib, kim bilandir meni nima deydi, kelishmovchiligim bo'lsa, u shaxs bilan. Men to'g'risi Qozog'istonlik kuzatuvchilarni ham, O'zbekistonlik hamma kuzatuvchilarni yaxshi ko'raman va bachkanaliklarni yig'ishtirgan holda bu yo'lga chiroyli, to'g'ri yo'lda ketishdi va eng zo'r janglarga, dahshatli janglarga qaytishni xohlayman. Ishonch uchun rahmat. Ko'p gapirib o'rgan bo'lsam, meni kechiringlar. Adilxon, твои планы на будущее и кто твой следующий соперник, кого ты хочешь видеть в клетке? Endi kimni bersanglar, to'g'risi tayyorman. Chunki har safar ikkita soperligim ham bo'yda dastrochni qabul qilyapti. Bitta odamga plan qilamizda, u travma bo'lib qoladi, har xil vaziyat bo'ladi. Shunday ekan, meni yaqinda do'st tutingan odamim bor. Oldin eng yomon ko'rganim edi Sultan telefon qiladi, kim bilan jang qilasan, shu bilan urushasan desa, tayyormiz. Toshkentda bo'ladigan dekabrdagi turnirda o'tkazib yuborishni xohlamayman, chunki 30-noyabrda ham adashmasam turnir bo'ladi. Oktagonligida ketma-ket turnirda urushishning iloji yo'q. Lekin bu turnirni o'tkazdim, keyingi turnir o'tadi va undan keyingisi Toshkentda bo'ladigan jangga chiroyli tayyorgarlik bilan yangicha surprizlarni ko'rsataman.